Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, mana bugungi kunda Halil va Muqaddas opamiz sinfi birinchi o'rinni egallaganligi uchun mahallamizni nimasida Ismoilov Sirojiddin homiylik qilib mana bugun sayohatga chiqib ketishyapti. Mana bu kitobni Muqaddas opa Malik Boymatov shoir nomidan sizga shaxsan mana kitobni arzga berib Ketishyapti bular sayohatga, sog' salomat borib, sog' salomat qaytib kelish nasib. Avtobusdan tashqari mana homiyimiz Sirojdan akamiz tashabbusi bilan mana suvlari bilan ham ta'minlama qilinyapti. Oilaman. Homiyga nima deymiz? Topganiga Alloh baraka bersin. Bundan ham ko'payib ketsin. Alloh parvardigor saxiy boy bo'lsin. Shular ichidan ham shunaqa Sirojga o'xshagan azallar, saxiy boylar chiqsa ham mashinamizni ham Alloh o'ziga tavakkal qilib qildik. Mashinani bolalar eson-obodga nasib qilsin. Farzandlarimiz shu borgan joyda bir chiroyli narsalarni o'rganib, filmlarni o'rganib, qadimiy manzaralar tomosha qilishib, ilmlarni olib kelish nasib qilsin. Ayamga jo'natib ketdik. Bemalol da. qadimiy Marg'ilon shahriga chiqib qolgandek bo'ldik. Bu go'zallik, gullardan ko'ra zavq oldik. O'quvchilarimiz juda ham katta ta'sir qilishdi. Shu bilan birga aka Marg'ilon shahrimizni go'zal tarixiga ham qadam qo'ydik. O'quvchilarimiz bilimlari maktab o'quvchilari kirib kelyapti. Ular
so'rasam, Farg'ona viloyati Quva tumanini 37-maktabmi? 37-maktab o'quvchilari ekan. Qanaqa nima bilan kelyapsizlar? Eng yaxshi maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi. Aha, eng yaxshi miniatyura ishlanibdi. Haqiqatan ham kitobni o'qisa bir boshqacha taassurot, kinosini ko'rsa boshqacha taassurot va kitobdagi asarda yozilgan qahramonlarni miniatyurasini aks ettirilishi ham boshqacha taassurot qoldiradi. O'tgan kunlar romani o'zbek milliy an'analarini aks ettirilgan, o'zbek romanchiligiga asos solingan asar hisoblanadi. Asarda mana ko'rib turibmiz, Otabek va Kumushni sahnalashtirilgan holatlari, ota bilan bolani muloqotlari, Otabekni Toshkentdan kelib Marg'ilondagi yurishlari haqida chiroyli miniatyuralarda aks ettirilibdi. Haqiqatan ham chiroyli aks ettirilgan. Mening yuraginimga ishqni joylading. Diyor aka primavera. Sirojlagamga rahmat. O'quvchilar maza qildi. O'quvchilar, ustozlar, hurmatli kuzatuvchilar, mana tumanimizda tashabbus, Rahim tog'a tashabbusi bilan tashkillangan eng yaxshi boshlang'ich sinf o'qituvchisi tanlovida faol ishtirok etib, eng ko'p ovoz olganligimiz uchun Halil ustoz hamda 3-asr o'quvchilariga alohida minnatdorchilik sifatida homiyimiz tomonidan, homiyimiz Ismoil Sirojlaga tomonidan o'sha pul mablag'lari berildi va yurtimizda bunyodkorlik ishlari amalga oshirilayotganligini borib ekskursiya davomida ko'rib keldik. Yangi Marg'ilon shahri, mana prezidentimiz yaqinda tashrifida ham aytib o'tdi, nihoyatda chiroyli ko'rinish aks ettirilgan. U yerda mana ko'rinishni o'zlaring ko'rdilaring, ko'zlaring bilan borib ishtirok etildi. Ustoz, alohida sizga rahmat, ushbu loyihada faol qatnashganligingiz uchun. Homiylarga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Sizlarga ekskursiya yoqdimi? Buning uchun homiylarga nima deymiz? Rahmat! Xo'p, mana ustoz, sizni qanday fikrlaringiz bor mana? Ekskursiya mobaynida. Mana bugun biz Yangi Marg'ilon
bordik, shahriga bordik. U yerdagi o'tmishdagi Marg'ilon muhitini biz jonlantirib keldik desam xato bo'lmaydi. Chunki o'sha qadimiy Marg'ilonda ko'rinishiga biz jon baxsh etib keldik. Mana milliy kiyimlarimiz bilan borib, milliy raqslar ijro etdik. Ana shu joyda sayohat qilib yurgan, boshqalar maza qilib tomosha qilishdi. Bizga havas qilganlar juda ko'p bo'ldi. O'quvchilarimiz bir boshqacha taassurot bilan qaytishdi. Juda ham xursand bo'lishdi. Marg'ilonimizni tarixini o'rganishdi. Marg'ilonimizda o'sha tarixiy binolarni, hunarmandchiligini o'sha ko'z oldilariga keltirib, o'sha tarixga qaytgandek bo'lishdi. Bolalar xursand bo'ldingmi? Yana bir bor homiyimizga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Bundan buyog'iga ham mana sinf o'quvchilari yana ham faol bo'lamiz. A'lo baholarga o'qiymiz, to'g'rimi? Demak, vatanimizni mana shunday bunyodkorlik ishlariga biz ham kelajakda hissa qo'shib, vatanimizni ravnaqiga o'zimizni bilimimiz bilan nima qilamiz? Erishamiz.